Akalar, bu maxluqni ko'rdinglarmi? Bu GR5500T XMG modeli bo'ladi. To'liq video obzor oldim, texnik parametr, salonlari bilan. XMG kompaniyasining eng katta greyderlaridan bittasi. Ko'rishingiz mumkin. Michelin baloni bilan jihozlangan Bose audio sistema. Salonni ko'rsanglar, vasha qoyil qoldiradi. Yo'l quruvchi akalarimiz juda ham qiziq video. Reflektorlarni qaranglar. Dvigatelni, ventilyatorni qaranglar, kattaligini 29 razmerdagi shinalar bilan jihozlangan. Endi Michelin'niki bilmadim. Juda ham katta texnika bahaybat. To'liq videoni oldik. Texnika Advance Service kompaniyasidan uzoqlashmanglar. Yaqinda qo'yamiz, montaj qilib. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, shu videoga like bosinglar. Sizlarni bundan ham qiziq kontentlar kutib turibdi. Ma'lumot uchun XMG kompaniyasining yo'l qurilish texnikalari ishlab chiqaradigan zavodga kelganmiz. Mana bu yerda istalgan turdagi greyderlar mavjud. Agar kimdir sotib olmoqchi bo'lsa, texnika qiziq bo'ladigan bo'lsa, Texnika Advance Service kompaniyasiga murojaat qilavering.